Diqqat, ta'ziya. O'zbekiston fuqarolariga og'ir judolik. Bizning shu darajagacha yetib kelishimizga o'zining kamtarona hissasini qo'shgan inson vafot etdi. Oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, ta'ziya. O'zbekistonning eng keksa 2-jahon urushi qatnashchisi Ro'ziboy Sattorov 116 yoshida vafot etdi. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida yashab kelgan, yurtimizdagi eng uzoq umr ko'rgan urush faxriysi Ro'ziboy Sattorov olamdan o'tdi. Xalqimizning chinakam tirik tarixi bo'lgan otaxonning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz, deyiladi